Aka mashina o'ziznikimi? Siz bilan intervyu olmoqchi edim. Qaradim, mana uspешный odamlardan anaqa. Qaysi Instagram? Ha, Instagram. Ha, baş tadbirkor va ekspertlardan intervyu olaman-da. Qarayapman, sizga ham anaqa qildi. O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz aka? Biz mashina sotamiz. Aha. Akam bilan birgalikda va shogirdman qarashib yuraman. Mashina bizda sotib. Qayerdan olib kelasiz mashinani? Dubaydan. Ha, Dubaydan. Qarang, ko'pchilik aytadi, ana Dubaydan urilgan shunaqa mashinalar olib kelishadi deydi. Bunga fikringiz qanaqa? Bilmadim nega. Olib kelishi mumkin, lekin buni kimligini ham bilmayman. Lekin eshitganman shunaqa bo'lgan. Aha. Shunaqa mashina biznesiga qancha оборот kerak ekan? Оборот kam. 1 million dollar yetadi. Boshiga. Bugungi kunda xuddi mana shunaqa sportkarga men qiziqsam necha pulga olib olaman? Xuddi mana shunaqasini 35 ming, 40 ming atrofida olasiz. 35-40 ming dollar. Biz rahmat akasiga aytadigan vaqtni izlatganingiz uchun sog' bo'ling, biznesingizga omad. Rivoj. Xo'p. Tez so'rab qo'yasiz aka. Ha, cho'tka. Sizga aka? Timur aka. Ko'ring. Ko'ring. O'rtoqlar bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shunaqa muvaffaqiyatli yosh tadbirkorlardan intervyu olishni davom etamiz.